Xitoy, Qirg'iziston va O'zbekiston davlatlari rahbarlarining siyosiy irodasi tufayli Yevrosiyo markazida Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston strategik temir yo'l magistrali barpo etilmoqda. Yo'nalish Qashg'ar, To'rugard, Arpa, Makmal, Jalolobod, Andijon bo'ylab o'tadi. Qariyb 305 kilometrlik eng murakkab qismi Qirg'izistonda qurilmoqda. Loyiha keyinchalik elektrlashtirish imkoniyatiga ega bir izli temir yo'l liniyasini qurishni nazarda tutadi. Yo'lovchi poyezdlari soatiga 120 kilometrgacha, yuk poyezdlari esa 90 kilometrgacha harakatlanadi. Loyihaning baholangan qiymati 4 milliard 700 million AQSh dollaridir. Baland tog'li hududlarda vaqtinchalik yo'llar, elektr tarmoqlari, beton zavodlari, laboratoriyalar, omborlar va qurilish shaharchalari barpo etildi. Loyiha doirasida jami 20 ta temir yo'l stansiyasi, shu jumladan To'rugard, Makmal va Jalolobod stansiyalari quriladi. Barcha maydonchalarda ishlar olib borilmoqda. Makmal stansiyasida 5 million 260 ming kub metr yer ishlari bajarildi. Qazib o'tish ishlari 26 ta tonnelda davom etmoqda. Asosiy tonnel lahmlarida 13562 metr qazib o'tildi. Loyihaviy hajmining 13,1%. 12 obyektda yordamchi shtolniyalar qurilmoqda. 24,4 kilometrdan 12,5 kilometr, ya'ni 51% dan ortig'i qazib o'tildi. Tonnel qazish ishlarining qariyb 30%, burg'ilash, portlatish ishlarisiz mexanizatsiyalashgan usulda bajarildi. 185,5 kilometrlik temir yo'l yer platnosi 107 ta uchastkaning 83 tasida barpo etilmoqda. 56 million 85 ming kub metr yer ishlarining 19 million 630 ming kub metri 35% bajarildi. Umumiy uzunligi 15,18 kilometr bo'lgan 50 ta ko'prikdan 38 tasida qurilish boshlangan, 76%. 2398 ta poydevor qozig'i o'rnatildi, 69,9%. 191 ta tayanchda rostverklarni betonlash yakunlandi. 65 ta tayanch tanasi to'liq barpo etildi. 33 ta ramali ko'prikning 13 tasida ishlar olib borilmoqda. 39,4%. 1875 vagon metr konstruksiya qurildi. Loyihaviy 10854 metrning 17,3%. Umumiy uzunligi 15623 metr bo'lgan 576 ta suv o'tkazuvchi quvur qurish nazarda tutilgan. 282 ta obyektda ishlar boshlangan, qariyb 49%. 5134 vagon metr quvur qurildi. Loyihaviy hajmining 32,9%. Shuningdek, stansiya binolari va inshootlari qurilib, muhandislik kommunikatsiyalari qayta joylashtirilmoqda. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li Yevrosiyoning yangi transport arxitekturasini shakllantirmoqda. Makmal qayta yuklash stansiyasi, terminallar, omborlar, ishlab chiqarish, qayta ishlash va servis maydonchalarining birlashtirgan mintaqaviy transport logistika hubiga aylanadi. Yangi magistral Xitoy, Markaziy Osiyo, Yevropa, Yaqin Sharq va Janubiy Osiyo o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri va samarali quruqlik transport aloqasini ta'minlaydi. Har bir qurilgan obyekt uch davlatning mushtarak siyosiy irodasini uzoq muddatli taraqqiyot infratuzilmasiga aylantirmoqda. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li yangi temir ipak yo'lidir. Koridor samaradorligini oshirish uchun O'zbekiston tomoni 3 tomonlama kelishishi lozim bo'lgan 4 ta tashabbusni birgalikda ko'rib chiqishni taklif etdi. Birinchi tashabbus Qirg'iziston-Xitoy va Qirg'iziston-O'zbekiston chegaralarida bir to'xtash, bir nazorat tamoyili asosida chegara oldi neytral erkin texnologik zonalarni tashkil etish. Nazoratni yagona maydonchada o'tkazish, poyezdlarning texnologik to'xtashlari sonini 5 tadan 3 taga, ularga ishlov berish vaqtini esa 2 baravar qisqartiradi. Ikkinchi tashabbus Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasida neytral erkin texnologik zonaga parallel ravishda chegara oldi neytral erkin iqtisodiy zonani tashkil etish. Unda logistika terminallari, ombor majmualari, ishlab chiqarish va qayta ishlash maydonchalarining joylashtirish taklif etilmoqda. Infratuzilmani chegara stansiyalarining loyiha yechimlarini maqbullashtirish natijasida tejaladigan mablag'lar hisobidan barpo etish taklif etilmoqda. Uchinchi tashabbus temir yo'l izi kengligini o'zgartirish texnologiyalarini, tashqi gabaritlari va yuk ko'tarish qobiliyati bo'yicha unifikatsiyalangan harakat tarkibini hamda baland tog' temir yo'llari uchun texnik yechimlarni ishlab chiqishga ixtisoslashgan qo'shma muhandislik konstruktorlik byurosini tashkil etish. To'rtinchi tashabbus barcha ishtirokchilar tomonidan tan olinadigan hamda temir yo'l ma'muriyatlari va nazorat organlari o'rtasida uzluksiz ma'lumot almashinuvini ta'minlaydigan yagona integratsiyalashgan raqamli tashish hujjatini joriy etish.
Ushbu tashabbuslar infratuzilma, chegara texnologiyalari, logistika quvvatlari va raqamli xizmatlarni yagona transport tizimiga birlashtiradi. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston yagona magistral, mushtarak kelajak.